Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 30-dekabr haftaning seshanba kuni. Mana yilni ham xudo xolasa oxirlatib yakunlab oldik. 2026-yil hammaga baxt omad olib kelsin iloyim. Ko'rib turganlaringdek hozir bu 10 mingtalik mashinamiz tayyor bo'ldi. Qopqog'i yopilishi ketyapti. 10 mingta sanoqlariga garantiyasi bor, uqalarni ketmasligiga garantiyasi bor, sho'rlanmaslik darajasi o'ta yuqori bo'lgan g'ishtlar. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Bu g'ishtlarimiz standart g'ishtlar 6-12-25. Mana ko'rib turganlaringdek ranglari atlasli holatda, razmerlari standart g'ishtlar bo'ladi. G'ishtlarimizni narxlarini esa hozirgi kunda 740 so'mdan zavodda o'zida qo'yganmiz, juma kunlari 730 so'mdan qo'yganmiz. Qishda ham qishni yozini ishlaydigan xudo xolasa zavod постоянный bor xudo xolasa. Mana ko'rib turganlaringdek tulpoqlar bildangi 2026-yilga zaxirasi xudo xolasa to'lib boryapti. Mana ko'rib turganlaringdek o'sha chekkasigadir xomushlar bor. Xudo xolasa qishni yozini o'chmaydi bizda. Yaqin uzoqligiga qarab narxlari o'zgaraveradi. G'ishtlarimizni mana yon tomonlama holatlari. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqib, vodiy bo'ylab eng arzon narxlarda yetkazib beramiz.